Hürmetli vatandaşlık siyerlerimizle devamlaştırımız. Amerika'nın Cungo resmi harbiy zerbi birişinin perdesi götürüldü. Mavzuluk Tor filmi 10. ayının 14. günü YouTube'da ilan kılındı. Abduri Daşversiyon. Mavzu mındak. Amerika'nın Cungo'ga resmi harbiy zerbi birişinin perdesi götürüldü. Mavzuluk Tor filmi 10. ayının 14. günü YouTube'da ilan kılındı. Abduri Daşversiyon. Ben buna toluk mezmunu görmedim lazım. Mavzunu siz gidip bırakın. Amerika Cungo münasebeti 0 gradusga yaqinlab keldi. Amerika'nın yadro bombası seplengen B-52 bombardımançı aeroplanı Cungo'nun Şarkı Deniz'iga bösüp girdi. Mavzulu haber 10. ayının 15. günü Dovitor beti ilan kılındı. Amerika Cungo münasebeti muz devri mezgiliga qaytib keldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 10. ayının 11. günü Amerika'nın yadro bombası seplengen B-52 belgilik bombardımançı aeroplanı 5. qatam Cungo'nun Şarkı Deniz rayoniga bösüp girdi. Amerika'nın bu hareketi Amerika Cungo iki devlet münasebetiga soğukçılık üstüge qahritan qish yetip kelgendek bir iş bo'ldi. Birleşme Akbarat Toru haber kılıp mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo'nu yana avara qildi. Uzundan beri aeroplanning uchish nishonini tadqiq qilib kelayotgan aircraft sifat Twitter'da mundaq ko'rsatdi. 11. günü seherdə Amerika'nın yadro bombası seplengen bir tane B-52 belgilik stratejik aeroplanı Amerika'nın Guam harbiy bazasından uçup çıkıp Cungo'nun Şarkı Deniz havalı pərqlendiriş rayoniga bösüp kirip yana qaytib çıkıp gitti. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bu Amerika harbiy aeroplanlarının Şarkı Deniz havada pərqlendiriş rayoniga 5. qatim bösüp kirganligi bo'lib hisoblanadi. Bu dal Tayvan qo'sh oktyabr bayramiga to'g'ri kelgan chog' bo'lib, oshkora popoza qilganlikdir. Bu ishga nisbatan Cungo va Amerika tarafdan hech qanday inkos o'ttirg'i chiqmadi. Yoki Cungo changlakang yedimidi, yoki Amerika tushuntirish bermadi deganda. Onundan başka Amerika'nın sımdaq televiziyası CNN 13. günü Amerika Cungo münasebeti doğrusunda məxsus haber ilan qılıb. Mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo münasebeti misli ko'rilmagan bir nokta 0 gradus noktasida turibdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. 1990 yillardan 2000 yillarga qadar atalmış 3'ti, yani Tayvan, Tibet, Tiananmen vaqaları Amerika Cungo o'ttirisida qattiq talash tartish bo'lib atgan vaqalar deb qaraladi va o'ttiriga muhokamaga chiqqan masala edi. Müşakkaganda vatandaşlar Uyg'urlar shu deyishinglar mumkin. Mavuz 90 yillarda gaplar ustida ketyapti. Bu ening ustiga Dovi Torbeti yaqindan beri Uyg'ur to'g'risidagi har qanday xabarni burmalaydigan yoki Uyg'ur to'g'risidagi har qanday xabarni e'lon qilmaydigan yoki Uyg'urning ismini elishga to'g'ri kelsimi olmaydigan bir holga keldi. Dovi Torbeti buning organi Beijingda, Shangangda emas, bu Xitoyning Torbeti, lekin uning xabaridan biz foydalanyapmiz. Bu yerda 90 yillarda 3'ti. Tibet, Tayvan, Tiananmen. Muşu mesele Amerika Cungo o'ttirisida talash tartish bo'lib, muhokamada o'ttirg'i chiqqan masala edi. Amaliyat yani kechikibroq aytsak, Uyg'ur meselesi 1997 yılı 11. ayının 25. günü Uyg'urlarga radio echib berish davrida o'ttirg'i chiqdi deyli.
qaror qilgandan keyin Amerika Davlat Majlisi shu vaqtda o'tirib chiqdi deyli. Shundaqli Uyg'ur masalasi 1996-yil 10-oyda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining kutubxonasi bir ishlaydigan Kavri Dumba xonim birinchi bo'lib Amerika Kongressida Uyg'ur degan nima, Şinjan degan nima, o'sha to'g'rida guvohlikdan o'tdi. Bu guvohlikqa yoki olim Uyg'ur, yoki zolim Uyg'ur, yoki inqilobchi Uyg'ur, yoki munofiq Uyg'urdan birisi taklif qilinmadi. Nayt pakiz, nayt chiroyli. Esinglarda bo'lsin, 10-oyning qanchinchi kuni men diqqat qilmadim-mi yoki esimda qolmadi. 10-oy ekanligi rost. 1996-yil 10-oyning qaysi bir kunida Amerika Davlat Majlisida Davlat Majlis kutubxonasining arbobi Kari Dumba xonim Uyg'urlar to'g'risida doklad berdi. Uyg'ur masalasi shundoq boshlandi. Yana bir nuqtadan aytganda 98-yilga kelgan. 1998-yil 6-oyning 27-kuni sobiq prezident Clinton Beijingni ziyorat qildi va 27-kuni Jiang Zemin bilan ko'rishganda 4 masalani o'tirib qo'ydi deb sizlarga so'zladim. Tibet masalasi, Shanghayda demokratiya masalasi, Tayvan masalasi, Uyg'uriston va Uyg'uristonda namoyish va ular mustaqillik talab qilganlarni bostirish masalasini Jiang Zeminning oldiga qo'ydi. Mana bu 4 masala. Uyg'ur masalasini dunyoga ko'tarib chiqqan faqat Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi. Chunki vaziyat shuga keldi, vaqt shuga keldi, tarixdan kutganlari, tarixning jarayoni ham shuga kelib, Uyg'ur masalasi degan masalani o'zining qo'ltiqiga qistirib oldi. Hozirgacha kelyapti. Keyin bu to'g'rida ayrim to'xtalamiz, hurmatli vatandosh. Mayda sizlar nima ish qilib 3 ta Tibet Tayvan Tianmen Uyg'ur yoki Xinjiang degan ism yo'q deb o'ylanib qolmang. Bugun endi Tayvan yana bir qatim Aqsaroy ko'ngil biladigan masala bo'lib qolmay, ya'ni ikkiti, ya'ni churaydi. Savdo degan inglizcha churaydi deydi-ki, shuningdek ti. Ya'ni savdo tijorat. Trump, prezident Trumpning ismi qo'shildi. Bundan keyingi ikki ti, ya'ni churaydi, ya'ni prezident Trump bugun Amerika Jungo munosabatini muz davriga elib kelgan xalqiliq omillar. Osiyo jamiyati Amerika Jungo munosabati markazining mudiri Orville Shell bunda ko'rsatdi. Amerikaning Jungo bilan bordi keldi qilish ideyalari zo'r o'zgarish davriga kirib keldi. Azaldan ko'rilib boqmagan, agar Amerika Jungo munosabatini qutqizib qolmoqchi bo'lsanglar, hozir eng oxirgi paytga yetib keldi. Tadqiqotchi Glaser xonim bunday ko'rsatdi. Jungoning ichki qismida borgan sir prezident Trump dushman deb qaraydigan va kun sayin ulg'ayayotgan yana bir ko'z qarash shuki, prezident Trump hukumatı Jungoni cheklamoqchi, Jungoni gullantirish nishoniga to'sqinlik qilmoqchi deyishmoqda. Maqolada bunday ko'rsatildi. Amerikada siyosat chek doirasida har qaysi qatlam hukumat amaldorlarigacha ilim-fan sohasi mutaxassislari va shirkatlarning hammasi Amerika Jungo munosabatini qayta tuzab chiqishni to'nib yetdi. Demak, endi burun Amerika Jungo munosabati yo'q. Amerika Jungo munosabati qaytadan tiklanishi kerak. Sababi Amerika Jungo munosabatida uzun yillardan beri Jungoga foydali bo'lib keldi. Jungo foydali keldi. Amerika Jungo munosabatining qish fasliga kirib kelishiga agishib, kishilar ansirashga boshladi. So'g'oq ustiga so'g'oqlashib ketgan Amerika Jungo munosabati qadam-qadam yomonlashib, hozir muz davriga kirib keldi.